20-asr o'zbek adabiyotining rivojiga salmoqli hissa qo'shgan ulug' adib, shoir, olim, jamoat arbobi Musa Toshmuhammad o'g'li Oybek 1905-yil 10-yanvarda Toshkent shahrida bo'zchi oilasida dunyoga keladi. Oldin o'rta maktabda, 1922-25-yillarda esa Toshkent ta'lim va tarbiya texnikumida ta'lim oladi. So'ngra O'rta Osiyo davlat Darulfununning ijtimoiy fanlar fakultetida tahsil ko'rdi. 1930-yili O'rta Osiyo davlat Darulfununi tugatib, oliy maktablarda siyosiy iqtisoddan dars beradi. O'zbek adabiyotiga 1926-yili chop etilgan Tuyg'ular she'riy to'plami bilan kirib kelgan. Shoirning Dilbar davri qizi, Uch, Baxtigul va Sog'indiq, Temirchi jo'ra dostonlari o'z davrining she'riy sonnomalaridir. U tarixiy va zamonaviy mavzularda 20 ga yaqin dostonlar yaratgan. Oybek she'riyati nihoyatda go'zal bo'lib, o'zining sodda, ravon va ifodali tilda, boy va rang-barang tasviriy vositalarda yaratilganligi bilan alohida ajralib turadi. Oybek mohir shoir bo'lgani kabi yetuk romannavis ham edi. U yaratgan Qutlug'qon, Navoiy, Ulug' yo'l, Oltin vodiydan shabadalar, Quyosh qoraymas kabi epik polotnolar o'zbek realistik romanchiligi taraqqiyotida muhim bir davrni tashkil etadi. O'zbek xalqining 1916-yilgi milliy ozodlik qo'zg'oloni yozuvchining Qutlug'qon romanida zo'r mahorat bilan realistik ifodalangan bo'lsa, Navoiy romanida o'zbek adabiyotida birinchi bo'lib ulug' shoir va mutafakkir Alisher Navoiy obrazini yaratdi. Quyosh qoraymas romanida Ikkinchi jahon urushi fojialari o'z ifodasini topgan. Adibning Ulug' yo'l asari esa Qutlug'qon romanining mantiqiy davomi bo'lib, unda yozuvchi xalq milliy ongining shakllanishini ko'rsatishga intilgan. Adibning avtobiografik qissasi Bolalik 1963-yilda yaratilgan. Qissaning bosh qahramoni yosh Muso, ya'ni Oybekning o'zidir. Oybek iste'dodli shoir, yirik nosir bo'libgina qolmay, mashhur olim, publisist, tanqidchi va tarjimon, davlat va jamoat arbobi hamdir. O'zbek kitobxoni Pushkinning Yevgeniy Onegin she'riy romani, Lermontovning Maskarad dramalari, shuningdek antik adabiyotlik namunalarni Oybek tarjimasida o'qishga muyassar bo'lgan. Oybek 1943-yilda O'zbekiston Fanlar akademiyasiga haqiqiy a'zo etib saylangan va 1950-yilgacha akademiyada ijtimoiy fanlar bo'limining raisi lavozimida ishlagan. Oybek 1965-yilda O'zbekiston xalq yozuvchisi Hamza nomidagi Respublika davlat mukofoti sovrindori unvonlariga sazovor bo'lgan. Yozuvchi asarlari o'zbek adabiyotining jahon aro shuhratini yanada oshirdi. Oybek 1968-yil 1-iyulda 63 yoshida vafot etgan. Vafotidan so'ng uning 20 jildlik to'la asarlari majmuasi nashr etilgan. 2001-yilda esa buyuk xizmatlari uchun orden bilan taqdirlangan.